Toshkent, Kazan, Nabrijniy Chili, Nijinskoye yo'nalishlari bo'yicha bizda qonuniy reyslarimiz haftasiga 2 kun seshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Primoy amalga oshirilmoqda. Qonuniy reyslar, bundan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksa, Nijinskoye yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Primoy Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha reyslarimiz amalga oshiriladi. Agar sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa, komfort avtobuslarda o'z reysingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, tanlovda adashmang. Ekrandagi ishonchli raqamlarimiz, biz sizni kutib qolamiz. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchi moslamalari, qish-yoz ishlaydigan konditsionerlar, Wi-Fi. Bundan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Avtobuslarimiz komfort darajada 51 ta o'rindiqdan iborat, hech qanday ortiqcha odamlarsiz manzilingizga xavf xatarsiz yetib borishingiz mumkin. YouTube, Telegram, Instagram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Tanlovda adashmang, hoziroq bizga murojaat qiling, joylaringizni onlayn bron qilib qo'yamiz. Xayr, salomat bo'ling.